Ha, men o'z aslida Dilmusning rahbariman. Nega aynan Dilmus? O'zi Dilmusning ma'nosi nima? Dilmusning ma'nosiga juda ham ko'pchilik qiziqadi. Bugun javob beraman. Dilmus asoschisi Jahongir aka Rahimovning farzandlarini ismlarini bosh harf bo'g'inlaridan yaratilgan brend nomi. Bu nom nafaqat oilaning mehrini, balki brendimizning samimiy va iliqligini ham bildirib turadi. Dilmusning kelib chiqish tarixi qanaqa va nechinchi yil tashkil topgan? Dilmus kelib chiqish tarixi aslida 2019-yildan boshlangan. Bir dona sviter hozir shu darajaga kelishimizga sababchi bo'lgan desam ishonasizlarmi? Dilmus asoschisi Jahongir aka aynan Instagram tarmoqlariga bitta sviterning rasmini joylaganlar va juda ham ko'p narxi qancha degan kommentariyalarga kelishga olib kelgan aynan o'sha sviter. Ertasi kuni Bekbaraka bozoriga borib, aynan o'sha sviterdan do'konga to'ldirib olib kelib qo'yganlar va juda ham tezlikda sotilib ketgan. Shu kichkinagina muvaffaqiyat assortimentlarimizni kengaytirishga va Dilmusning filiallarini ko'paytirishga turtki bo'lgan. Siz o'zi Dilmusda kimsiz? Men o'zi Dilmusda brand faceman. Hozirga kelib Dilmusda media rahbarlik yo'nalishi bo'yicha ishlayman. Agar sizlarda ham Dilmus haqida qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta javob beramiz.